Ko'zingga qarab yurmaysanmi? Yonang. Svitoydan ketdingizmi? Nomeringizni bering, hali gaplashib olamiz. Sen bilan bu joyda gaplashib olaman. Yoz nomerimni. Hali gaplashamiz. Charchab qolmadingizmi? Ya ozgina ishlab keldim-da, o'g'lim. Alo? Ha, boboy, onadan so'kishni ko'rsatib qo'yaman hali sizga. 1 soatda 7-bazaga tez yetib keling. Xo'p. Kim bilan gaplashdingiz? Qo'llaringiz titrab, ranglaringiz oqarib ketyapti. Ha, o'g'lim. Boya bittasini jahlda onasidan so'kib qo'ydim. Hozir razborga chaqiryapti. Tushundim-da sizni. Ketdi. Birga boramiz. Siz o'tirib turing, men hozir. Adamni chaqirtirgan ekansizlar? Ne chaqirtirganimizni bilmaysanmi? To'g'ri. Otam onadan so'kib, noto'g'ri ish qilibdilar. Lekin otam uchun men uzr so'rab keldim. Sen meni hali ham tushunmading-a? Qochib tur. Birinchi mendan o'tib, keyin otamga o'tasiz. Ushlaring nimamini? Erkakmisan? Shoshma! Seni ham otang bordir. Ke, sen nima bilan gaplashadigan? O'zingizni bosing. O'g'lingizga zo'r tarbiya beribsiz. Otam deyotganiga rosa havas qildim. Mendan o'tgan bo'lsa, ming bor uzr. Mendan ham o'tgan bo'lsa, men bor uzr ukam. Otang aybdorligini bilsang ham, ne unaqa ish qilding? Otani to'g'ri yoki noto'g'ri deyish farzandga emas. Men farzandlik burchimni bajardim. Siz aytdi. So'rab oldi. Все будет хорошо, все будет хорошо.